Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar. Bugun tongimiz 14-oktyabr 10-chisla 2025-yil. Gazablok xizmatlarimizni mana urilayotgan kotej forma uyimiz mana ko'tarilyapti. Xudo xolasa bu uyimiz 1, 2, 3, 4, 5 xona va koridori, oldida mana joylari bor. Xo'p, teraskani hisobida bu joyi bizga sizlarga xudo xolasa obzor qilib hozir tashlab beraman. Chiroyli qilib tushunchasini va nechta g'ish ketayotganligini aytib o'tib ketaman. Betga xudo xolasa 2000 ta g'ish olingan. 2000 ta g'ishdan hozir mana shu yerga 1000 tasini urishdi. Yana qolgan g'ishlari ham bor mana. G'ishlari bizni holat aka mana. Aka-ukalar mana. Razmerlari biz yaxshi. Endi ustalar urilayotgan joyidan obzor qilib olib beray. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Sizlarga ham shunaqa qilib Gazablok xizmatlarini vodiy bo'ylab dastavkasi bilan xizmatlarni yetkazib beramiz. Hozirgi kunda mana shu g'ishtlar biz joyida 17,000 so'm. 17,000 dastavkasi bilan xudo xolasa vodiy bo'ylab xizmatlarini yetkazib beramiz. Avtomat reskalar kesilgan mana g'ishtlarimiz. Holatlar zo'r. Kimga shunaqa Gazablok xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Zarkin nomer 1 Gazablok.